Aytaylik, mana biz sotuvni 100% ga oshirmoqchimiz. Endi nima qilasiz? Action plan deydi. Action plan degani har bitta shu maqsadga, katta maqsadga erishish uchun kichkina amallarni yozib chiqamiz. Bunga misol uchun bizani kundalik sotuvlarimizni monitoring qilish. Biz nima qilamiz? Har kundalik sotuvlarni monitoring qilib ko'ramiz. Nima sotildi, nima sotilmadi. Assadkalarimizda nima qolib ketyapti? Biz nima qilamiz? Uni kundalik tahlil qilamiz. Misol, kimdadir haftalik, kimdadir oylik bo'lishi mumkin. Lekin nima? O'shani monitoringi bizani katta maqsadga erishadigan bir amallarimizdan biri. Mijozlar bilan kunlik uchrashuvlar sonini 10 taga chiqaramiz. Endi nima qilishimiz kerak? Uchrashuvlar sonini ilgari monitoring qilmasdik, tahlil qilmasdik. Endi aytdik, kunlari uchrashuv sonini kamida 10 taga chiqaramiz. Biz 10 ta mijoz bilan nima qilishimiz kerak? Har kuni переговор qilishimiz kerak. Bu bizani sotuvlarimizni imkoniyatini oshiradi va oldimizga qo'ygan maqsadga erishishga yordam beradi. Sotib olgan mijozlar bilan aloqa qilib, ularning fikrlarini o'rganamiz. Ya'ni mijozlarimizning feedbackini olamiz. Qilayotgan ishlarimizni nima qilamiz? Monitoring qilib boramiz davomiy ravishda. Endi biza maqsad qo'yar ekanmiz, oldimizga bu maqsadlarni smart qilib qo'yish tavsiya beriladi. Maqsadlarni, ya'ni orzu emas, real natijaga aylantirish texnikasi bor. Bu narsani smart maqsad deydi. Ya'ni smart nimadan kelib chiqqan? Bu inglizcha so'zlardan. Birinchisi specific, ya'ni aniq maqsad qo'yish. Ikkinchisi o'lchab bo'ladigan maqsadlarni qo'yish. Hozir biz ba'zi misollarda ko'ramiz. Uchinchisi erishib bo'ladigan, demak, maqsadlar. To'rtinchisi real holatdan kelib chiqqan, ya'ni bizning imkoniyatlarimiz bor, bizaga real holatdan va buni relevant ham deyshadi. Relevant degani bizani faoliyatimizga aloqali bo'lgan maqsadlar. Ya'ni biza bitta faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsak, ikkinchi faoliyat emas, aynan bizani faoliyatimizdan kelib chiqqan maqsadlar. Va beshinchisi vaqt bilan chegaralangan. Mana shu smart maqsad, smart tizimidagi maqsadlarni qo'ysangiz, buni o'lchov birligi bo'ladi va siz bu narsani muddatiga kelgandan keyin orqaga qarab bu narsani erishdik, erishmadik deya olasiz. Men sizga ba'zi misollarni ko'rsatmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Smartga tushadimi yoki yo'qmi? Birinchi misolimiz. Bozor ulushimizni 30% ga chiqaramiz. Bu smartga tushadimi yoki yo'qmi? Demak, birinchisi nima edi? Aniq edi. Ikkinchisi measurable edi, o'lchash imkoni bor. Keyin attainable, erishish imkoni bor. To'rtinchisi relevant, bizaga aloqasi bor, yoki real holatdan kelib chiqqan va beshinchisi aniq vaqt bilan o'lchangan. Bu demak smartga tushmaydi. Nimaga desangiz, bu yerda chunki vaqt yo'q. Agar aytsangizki, bozor ulushimizni 30% ga chiqaramiz keyingi 3 yil mobaynida yoki 2026-yilning oxirigacha va hokazo. Va ikkinchi savol tug'iladi. Bu narsaga erishish imkonimiz bormi yoki yo'qmi? Ha, imkonimiz bor desangiz, demak bu narsa smartga tushadi. Lekin hozirgi holatda bu smartga tushmaydi. Nimaga biz smartda o'tyapmiz? Siz kompaniyangizni oldiga qo'yadigan maqsadlaringizni smart qilib qo'ysangiz, keyin nima qilasiz? Uni pastga tushirishingiz mumkin va uni davomiy tahlilini qilib turishingiz mumkin. Keyingisi kuchli jamoa tashkil qilamiz. Biza misol uchun kompaniyada oldimizga qo'ygan maqsad kuchli jamoa tashkil qilish. Bu narsa smartga tushadimi, yo'qmi? Albatta tushmaydi. Nimaga desangiz, chunki kuchli jamoa degani qanaqa qilib o'lchaymiz buni? Birinchidan vaqt yo'q, ikkinchidan o'lchash imkoni yo'q. Bu raqamlar bilan ko'rsatilmagan. Buni nima qila olmaymiz? O'lcha olmaymiz. Keyingisi 6 oy davomida xodimlarning qo'nimsizligini 5% ga tushiramiz. Qo'nimsizlik degani tekuchka, ya'ni xodimlarning ishdan ketishini 5% ga tushiramiz. Bu smartga tushadi qachon? Qachonki bu imkoniyatimizdan kelib chiqqan holatda bu narsaga erisha olamiz desak, 5% ga tushirish, demak, bu bizani smart maqsadimiz bo'lishi mumkin. Agar hozirgi holat aytaylik 50% bo'lsa, 50% dan siz 6 oy davomida uni 5% ga tushirmoqchi bo'lsangiz, bu imkonsiz bo'lgan narsa. Biz unga erisha olmaymiz. Chunki u bizani hozirgi real holatdan kelib chiqmagan maqsad. Shuning uchun bu tushmaydi deymiz. Keyingisi kompaniyaga daromadini, men misol uchun kompaniya daromadini yil oxirigacha 20% ga oshiramiz. Qachon bu tushadi maqsadga? Agar biz oldingi yil daromadini aniq bilsak, aytaylik 1 millionlik daromad qildik. Endi 1 million 200 mingga chiqaramiz desak, bu bizani smart maqsadimizga tushadi, chunki imkoniyatimiz bor deyishimiz mumkin. Biza ko'pincha buni dars davomida o'sha 1 oylik korporativ boshqaruv HR kursimizda bu narsani mashq qilib, bir nechta boshqa maqsadlarni ham ko'ramiz va bu maqsadlarni qanaqa qilib smartga o'girishni mashq orqali ko'ramiz. Ya'ni siz ham ya'ni o'ylab ko'rishingiz mumkin. O'zingizni oldingizga, kompaniyani oldiga qo'yadigan maqsadlaringiz nimadan iborat va ularni qanaqa qilib smart tizimiga tushirishingiz mumkin. Kompaniya brendi mamlakatdagi eng taniqli brend bo'ladi. Bu tushadimi smartga? Albattaki yo'q. Nimaga desangiz, qachon taniqli brend bo'ladi? Birinchisi vaqt yo'q, ikkinchisi buni o'lchash imkoni yo'q. Ya'ni taniqli brend degani nima degani? Bu narsani biz qanaqa qilib o'lchaymiz?
Agar siz aytsangizki, buni qanaqa qilib smartga tushiramiz? Bitta misol keltiraman sizga. Aytsangizki, biza kompaniya misol uchun bozorda, O'zbekiston bozorida falon nima bor, nima bor, marketing va agentство bor. Ular doim bozorni tahlil qilishadi. Ularning o'zini kriteriyalar bor. Ya'ni brendni taniqliligi bo'yicha ular odamlarning orasida so'rovnoma o'tkazishadi. Ular misol uchun o'sha ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning faolligini ko'rishadi va hokazo. Qanchalik taniqli yoki taniqli emasligini ularning o'zini ya'ni shkalasi bo'yicha, kriteriyalar bo'yicha ishlab chiqishadi. Siz aytasizki, biza deysiz o'sha marketing va agentstvani top 10 ta brend ro'yxatiga kiramiz 2026-yilda. Shunaqa maqsad qo'ydik desangiz, bu endi demak smartga tushadi. Nimaga? Chunki uni o'lchash imkoni bo'ladi. Endi maqsadlarni amalga oshirishdagi ba'zi bosqichlar bor. Birinchisi, qisqa muddatli biznes maqsadlarini aniqlashimiz kerak. Ya'ni biznesni birinchi maqsadini aniqladik, smart maqsad aniqladik. Ikkinchisi, maqsadlarni kichkina qadamlarga bo'lishimiz kerak. Men sizga aytganimdek, men o'zim uchun maqsadlarimni yozishda va ularni kichkina qadamlarga bo'lishda men shablon qilganman. O'sha shablon agar sizlarga kerak bo'lsa, bizani yordamchilarimiz keyin sizlarga bu shablonni berishligi mumkin. O'zingizni maqsadingizni va kompaniyaning maqsadini xuddi shunaqa kichkina maqsadlarga ham, ya'ni maqsad qo'yasiz, keyin kichkina qadamlarga bo'lib chiqishingiz mumkin. Keyin maqsadlarni o'lchov birligini ishlab chiqasiz. Misol uchun, sotuvni 100% ga oshiramiz, sotuvni $1 million ga chiqaramiz deysiz. Bu yerda bundan oldingi mana aytganimiz maqsadlarni kichkina qadamlarga bo'lish degani, siz aytdingizki, bizani oylik sotuvimiz o'rtacha $80 ming bo'lishi kerak. O'shanda biz yil oxirigacha aytaylik $1 million ga chiqamiz. Bu kichkina qadamlarga bo'ldingiz. Hali aytganimdek, filni nima qildingiz? Kichkina bo'laklarga bo'ldingiz. Keyingisi maqsadlarni o'lchov birliklarini ishlab chiqdingiz. Aytdingiz, o'sha $80 ming har oy bo'lishi kerak. To'g'rimi? Har oy misol uchun $80 ming bo'lishi kerak. Bu bizning o'lchov birligimiz. Keyin maqsadlarni, demak, xodimlarning maqsad bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni berish. O'sha $80 ming ga chiqishimiz uchun har bitta aytaylik 8 ta sotuv xodimimiz bor. Har bitta xodimimiz har oy $10 ming lik sotuv qilish kerak, misol uchun. Endi o'shalarni nima qildik? Vazifalarni ishlab chiqdik. Bu 10 ta $10 ming lik sotuv qilish uchun nechta klientga borish kerak, nechta viziv qilish kerak, nechta odam bilan misol uchun qo'ng'iroq qilish kerak va hokazo. Ya'ni ularni vazifalarini ishlab chiqdik. Endi natijani muntazam ravishda nazorat qilib turish. Mana bugun bitta tadbirkor bilan gaplashdik. Bir xodimlariga aytibdilar, "San debdilar, mana bu ishlarni qiyin." Desalar, u xodim endi yangi kelgan xodim ekan. "Aka debdi, siz mana shu narsani menga qo'yib bering" debdi. "Siz unga aralashmang, siz katta odamsiz, siz tadbirkorsiz, biznes egasisiz, siz dam olishingiz kerak, siz vaqtingizni yanada muhimroq narsalarga ishlatishingiz kerak" dedi. "Nima qiling, menga qo'yib bering. Men loyiha menejeriman, o'zim sizga qanday qilib erishishi natijasini ko'rsatib beraman" dedi. 3 oylik kontrakt qilganmiz deydi. 1 oy o'tdi deydi, kompaniya zararga kirdi deydi. 2 oy o'tdi deydi, kompaniya zararga kirdi deydi. Desa, bo'ldi, bu safar endi nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Ya'ni 3-oyga kelganda va 3-oy mana уже 3-oyga yaqinlashyapmiz deydi. Moliya bo'limimiz aytyapti, undan ham kattaroq zararga kirmoqchimiz. Ya'ni zarar bo'lishi aniq. Nimani aytmoqchiman sizga? Xodimlaringizga biror bir vazifa berar ekansiz, faqatgina oxirida natijani kutib o'tirmang. Nima qilishingiz kerak? Uni jarayonlarini monitoring qilishingiz kerak, jarayonlarni kuzatishingiz kerak. Qancha jarayon muddati kichkina bo'lsa, shuncha muvaffaqiyat omili oshadi. Nimaga desangiz, faraz qiling, siz har kuni kuzatasiz xodimingizni. Bugun misol uchun aytdingiz, $10 ming lik sotuv qilish uchun oy oxirigacha har kuni qanchadan sotuv qilish kerak? Misol uchun $400 dan sotuv qilish kerak. Siz nima qilasiz? Bugun $400 lik sotuv bo'ldimi, yo'qmi deysiz. Ko'rasiz, $50 lik sotuv bo'libdi. Bu nima degani? Katta ehtimol bilan $10 ming ga chiqmaymiz degani. Siz aytasizki, xodimlarni chaqirasiz, nima bo'lyapti deysiz. $400 lik bir kunda sotuv qilishing kerak, lekin sen $50 sotuv qilsan, misol. Endi nima qilishing kerak? Ertasi kuni uni endi sen $800 ga pastga chiqarishing kerak. $750 qilishing kerak, yetib olishing uchun. Siz uni nima qilasiz? Ko'rasiz, to'g'ri yo'lga solasiz, tavsiya berasiz. Kerak bo'lsa, nima qilasiz? Joyida uni muammosini yechishga yordam berasiz. Lekin faraz qiling, 1 oy o'tib ketgandan keyin oxirida nima bo'ldi desa, qila olmadim. Endi 1 oy orqaga qaytarish mumkinmi? Yo'q. Siz nima qildingiz? 1 oy yutqizdingiz degan. Shuning uchun natijani muntazam ravishda nazorat qilib turish juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni bu umuman boshqaruvda oltin qoida. Siz agar rahbar bo'lsangiz, CEO bo'lsangiz, xodimlaringizga berayotgan vazifalaringizni aniq qilib berasiz. Birinchi muhim sizga insight, ikkinchisi uni davomiy nazorat qilib turasiz. Kerak bo'lganda joyda feedback berasiz. Feedback degani обратный связь berasiz. Ya'ni men buni to'g'ri qilgan, men buni bundoq qilgan, o'shanda erishasan desiz. Bo'lmasa 1 oy nima qilasiz? Yutqizib qo'yishingiz mumkin. Agar o'sha 1 oyda tekshiradigan bo'lsangiz. Endi
kichkina g'alabalarni ham nishonlash. Aytaylik, $400 har kuni nima qilish kerak? Savdo qilish kerak. Endi $400 savdo qilgandan keyin siz aytasiz, "Malades" deysiz. Biza hozir to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Agar shunaqa yuradigan bo'lsang, oy oxirida sen rejani bajarasan deysiz. Demak, kichkina g'alabalarni nishonlab borasiz. Men sizga smart maqsad bo'yicha bitta kichkina namuna ko'rsatmoqchiman. Biz o'zimiz ya'ni ko'pincha darsimizda ko'rsatadigan namunamiz. Bu yerda mana smart maqsadlarni chiqarishda demak bu mana sotuv bo'limiga aytaylik, mana sotuv bo'limi, marketing, ishlab chiqarish, audit, HR va hokazo. Ya'ni siz nima qildingiz? O'sha bo'limlaringizni ishlab chiqdingiz. Kichkina maqsadlaringiz nimadan iborat? Men sizlarga shunchaki ishlab chiqarishni ko'rsatmoqchiman. Aytaylik, kichkina maqsadlarimiz ishlab chiqarish quvvatini oshirish. Birinchisi, endi biz uni nima qildik? Smart maqsadga o'girdik. Smartda nima bo'ldi? Ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun ikkita yangi stanok o'rnatish va ishga tushirish. Bu KPI'lari, ya'ni o'sha bo'limga KPI qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki bo'lim rahbariga KPI qo'ymoqchi bo'lsangiz, aytdikki, ikkita yangi stanokni ishga tushirish muddati mart 2025-yilgacha. Misol. Va bunga javobgar ishlab chiqarish boshlig'i, ya'ni rahbar. Keyingi kichkina maqsadimiz ishlab chiqarish hajmini oshirib borish. Bu ya'ni smartga o'giradigan bo'lsak, ishlab chiqarish hajmini oylik 1000 taga yetkazish. Ya'ni hozir ishlab chiqaryapmiz, aytaylik 800 ta, 700 ta va hokazo. Biz uni endi 1000 taga chiqarmoqchimiz. O'lchami KPI har oy ishlab chiqarilgan mahsulotlar soni 1000 taga yetishi, ya'ni agar 1000 taga yetsa, bu qo'shimcha bonus olish mumkin o'sha bo'lim boshlig'i va hokazo. Endi aprel 2025-yilgacha bu narsani qilishimiz kerak degan maqsad qo'ydik. Endi mahsulot sifatini oshirish, bu ham bitta kichkina maqsadlarimizdan. Endi buni smartga o'giradigan bo'lsak, biz aytdikki, har haftadek 5 ta mahsulot namunasini testlash, defektlar soni 5% dan oshmasligi. Bizning hozirgi holatda aytaylik, mahsulotlarimizda 10% gacha defekt bor yoki 7, 8 va hokazo. Siz uni nima qildingiz? Uni 5% ga tushirishimiz kerak deb maqsad qo'ydingiz. Ya'ni 5% dan oshib ketib qolsa, bu nima bo'ladi? Ishlab chiqarish boshlig'iga ta'sir qiladi. Endi o'lcham KPI deb biz aytdik, defektlarni nima qildik? Demak, defektlar ma'lum bir foizdan, ya'ni defektlar ma'lum foizi, ya'ni testlar soni, defektlar foizi va testlar sonini biz nima qilishimiz mumkin? KPI o'lchami qilishimiz mumkin. Ya'ni biz testlarni qancha o'tkazishimiz kerak ekan? Demak, har hafta dedik. Kim bunga mas'ul? Ishlab chiqarish rahbar. Ya'ni shunga o'xshagan nimamiz bor? Demak, maqsadlarni nima qildik? Biz smart maqsadlarga o'girdik. HR ga ham qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, xodimlar sonini oshirish, har oy 3 ta xodim ishga qabul qilish dedik. Bu ham bitta smart maqsad. Buni KPI da ham xuddi shu narsani qo'yishingiz mumkin. Agar har oy 3 tadan xodim olinsa, bu demak HR bu KPI hisoblanishi mumkin. Keyin xodimlar mahoratini oshirish, xodimlarni mahoratini oshirish deganda, misol uchun, aytishingiz mumkin, har oy nechtadir trening o'tish yoki har kvartalda nechtadir trening o'tish, trening o'tgandan keyin bu xodimlarni treninggacha bo'lgan ko'rsatkich qanaqa bo'lgan, treningdan keyin qanaqa ko'rsatkichga ega bo'ldi, o'sha narsalarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni men sizga buni smart maqsadlarni jadvalini namuna sifatida ko'rsatdim. Xuddi shunaqa qilib siz ham o'zingizning kompaniyangizda smart maqsadlarni ishlab chiqishingiz mumkin.